Nurgulluğun keseller her xil kan tekşürüş, her xil saymallarga silip tekşürüş arkalıqma bedenge kesellik ahvallarını bayqayanmaydı. Mesela kulak oğuldaş, daim baş ağrış, daim qo'saq küpüveliş, tamak singmaslik. Lekin buni kan tekşürli, ciziliği sallı, biçoğluğu sallı, CTPT'liği sallı hiç kimi çıkmaydı. Sen sakkense, Nirvanda mesele varken deb qo'ydi. Bunda suallarga zodi qaysi tibobat javob beralaydi? Dal bizning Uyg'ur tibobatimiz javob beralaydi. Bizning Uyg'ur tibobatimizda yel ta'limoti deb bir ta'limot bor. Bu yel ta'limotida biz Uyg'urlar tibobatimizda yelni 7 turga ayıramiz. Ular yel, tirik yel, issiq yel, sovuq yel, ho'l yel, quruq yel deganga o'xshash necha turlarga bo'linadi. Endi bu yel odam badanida kam bo'lsa qat'iy bo'lmaydigan bir modda. Endi bu yelning o'zi oddiysi biz erlardagi mush spermning etilib chiqishi uchun yel bo'lmasa bu etilib chiqolmaydi. Ayollardagi tuxumdanning tuxumni etib chiqib berish uchun yel bo'lmasa bu etilib chiqolmaydi. Ya'ni mush yelning sababidan yurakninki so'qishi ham yurakninki impuls taqishi mush yelninki bo'lganligi sababidan uningki badanimizga hayot kuch taqaydi. Demek anda olsa bu yellar bedende kanda hasıl olup kanda halatı beden işletir diyen çıkımızda biz yegan yemek içmeklerinki en latif, en cevher kısmı ciğerde tatılıp ciğerden onun deyken bu bedenimizde yel hem ruh payda kılıp bütün bedene takaydı. Hem de süpersiz boğan yerler bu kikiriş arkalık. Ya olmasa mekat arkalık beden sırtına çıkıverilir. Endi ba'zan bir kasalliklar, masalan, tolninki mushu xom ishinib qolgan moddalar oshqozonga quyilib, oshqozonning mizoj buzishi sababidan oshqozonda buz, buxorot, gaz paydo bo'lib, bu jigar orqali sumirtilanmay, mininga o'rlab bosh og'rig'ini paydo qilib qo'ydi. Uningdan bilak ba'zanlarning oshqozoni doim ko'pidi. Qo'soqlar chinqilyapti. Ba'zanlar issiqlik qilsa oshqozoni ko'p bo'lgan bilan ba'zanlar tovuz, miyuchi yeb qo'yuvchi ko'payib ketadi. Tekşürsek saymallarga sağlığı saktap çıkıp. Ana o bu sebep nime? Del yelmemiş. Yella heydelmegiçe, bedenden buzulgan, buz buxaralar köçüp tüketmegiçe bu keselini sakaytıp boğulamaydı. İkinci birisi 15 yaştan 30 yaşlı boğan, toy kılmagan, kanın kızlarda görülüyotgan, uşidik geçiş. Yani aylanıp ketayotgan bir ahval köp uçraydı. Bunu biz tibabat nime deb ataytmayız desek, baliyatlı boynu boğulaş keselliğe deytmez. Yine Muşu tuxumdandan ayda bekitib etilib chiqayotgan tuxum har xil sabablar tufaylidan kunda bir etilib balyotqining ichida bu tuxumdan tez suratda sesiydi. Shuning bilan birasi ochig'ini keltirsa, ko'ngli yerim bo'lsa, bu balyotqidan gaz o'rlab yuqoriga dal giliga gulidek bilan turib qolganda olib tortishib aylanib ketib qoldi. 4-5 minutdan keyin asiga ketdi. Ba'zanlar bo'lsa tortishib qilishlar birga boshlarni uradigan, tatilaydigan, chiqraydigan ahvollarga keltirib qo'ydi. Buni saymallarga sep qon tekshish orqali hammasi saq chiqadi. Ana o'zi bu kasallik nima deb qoldi? Dal yelning buz buxorotning sababidan bo'ladi. Shunga Uyg'ur tibobatimiz boshqa tibobat saymallarga silib, jizida hech qanday kasallik alomat yo'q, kallanki kuzatsa degan narsani biz Uyg'ur tiboblari naq joyida ish beralaymiz. Şuna nurg'ulg'an kasalliklar nima uchun saymallarda qon tekshirish chiqmay, bizda kasallik alomat ko'riladi degan chaqanlarda, balkim sizlarning badaninglardagi yellarninki badanga toqilishi, badanlarga taqsimot bo'lishi to'liq to'g'ri bo'lmaganligi sababidan buzilgan yel, buz buxorot gazlarning badanga to'plishi sababidan yuqorida degan kasallik alomatlari balkim chiqqan bo'lishi mumkin.